Aziz sinfdoshlarim, bugun ish bilan ertaroq chiqqan edim. Piyoda kun ancha uzayibdi. O'shani hisobiga kun mana uzun, yop-yorug'. O'shani hisobiga men tomosha qilib, aylanib, yangi qurilgan Kamala teatri binosini rasmga olyapman. Qobon ko'li bo'yida. Bu binoni eskisi ko'lning narigi betida qolib ketdi. Uni institutga topshirgan deyishdi. Hay, mana bu yangi. Xitoy arxitektorlari konkursda g'alaba qozonadi. Tenderni qo'lga kiritgani uchun kitayskiy uslubda qurilgan inshoot. Men faqat bir tomonigina rasmga olyapman. Bir tomonini, orqa yon tomonlarini juda chiroyli deyishyapti. Hali kun sovuq, suv ham sovuq. Suvda andatraq, bo'bir, qunduz, norka suzib yuradi. O'rdaklar juda chiroyli bo'lib qoldi. Ko'ldi bo'yi. Shahar ko'rkiga ko'rk qo'shmoqda. Vaqt bo'lib, endi bu teatrga bir kirishim qoldi. Shunday havas qilaman. Lekin bir o'zi kirishga yarashmaydi. Dugonalar to'da bo'lib kirsam bunday joyga, chiroyli bo'lib kiyinib, teatralniy, chiroyli kostyumlarda, chiroyli taqinchoqlarini taqib, chiroyli ko'ylaklarini kiyib, shunday havas qilaman. O'zbekistonga borib qolsam, dugonalarim bilan chiroyli joylarda o'tiray. Chiroyli joylarda o'tiray. Shunday gaplar. Bo'pti do'stlarim. Bu yog'i meni ishxonam. Bir ostanovka peshkom tushdim maxsus tomosha qilish uchun. Kun uzayganligi uchun menga bu yaqqol ko'rinyapti. Yop-yorug' kun uzaydi haqiqatan. Mana pромышленный sanoat zonasi. Mishmishlarga qaraganda shu qurilish tufayli bizde zavodimiz siljitilar ekan boshqa rayonga. Ну, ближайший 5 yil ichida men ungacha pensiyaga chiqib ketaman, Alloh nasib. Aka ishlab turibman. Shunday gaplar. Qizlar non tashlaydi o'rdaklarga. Bittasiga non tashlasa 10 tasi cho'p keladi. Luiza, привет.